Toshkentga bergan urug'larimiz. Ko'karadi bir xillar shu. Sabr qilib ekkanimga shuncha kun bo'ldi, ko'karmayapti. Bola ustuvor turaveradi. Innallohu ma'as sabirin degan. Alloh sabr qiluvchilar bilan birga degan. Kavrak bir tekis chiqqan. Xudoga shukr. Bir narsalik bo'laylik deb. Sohibi kavrak. Mana shu 10 kilo sepib borimman, mana shu kichkina joyga. Lekin buni navini yo'qotmaydi deyapti begi. Bu qaysi oyda ekkanmiz? Bu birinchi boshlaganim noyabrda ekkanman buni. Xudo xolasa mana kimga qancha ko'chat kerak bo'lsa, murojaat qilaveradi. O'rmoj aka. Bu yoqlardan bir ko'rsataylik-da. Ko'kiston, Uljon, Kavrak ko'chati. Navoiylar ham bor, Qozoq ham bor. Navoiy, Qozog'iston bor. Bobotog' ham bor. Bobotog' hamma sortidan bor. Ertaga hosil tayyor bo'lsa ham qaytarib sotib olamiz. Hamkorlik qilaman deganlar bo'lsa, bemalol. Mana men birinchi borim Bobotog' ki sandan olgan bor-ku. Mana Bobotog' ko'chatlari. Mana shu ikkita bor. Sera ko'kartdan shu. Keyin bu anu Erondan qolgan degan. Sen yo'g'ingda bor kichkina qolib 4 kilo qancha olib keldi-ku? O'sha 2 kilo mana ketgan. Keyin bu yog'i o'sha anaqa ketdi. Qozoq, Navoiy. Bu ham yaxshi. Alo. Kerak bo'lgan bilan. Yo'q, men urug'larni ko'ramiz. Hozir chiqaman bir 10-15 minutda. Zo'r ko'karibdi. Ha, bo'pti. Mana qozoqmi deyman pastdagi. Ha, Qozoq, Navoiy. Mana Qozog'istonniki, mana bargidan ham farqi bor-da. Mana bargi qarang, boshqacharoq ular Qozoqniki. Mana. Bargidan ham farqi bor. Men buni mamlak qilib yoyib chiqdim. Sepotdi. Nasos bilan chiqarib olasiz. Nasos bilan bo'lsa ham chiqaraman. Nasos bilan bo'lsa to'ldirib dumlab chiqaraveraman. Mumkin ham yaxshi